Assalomu alaykum aziz do'stlar va nihoyat biz indeksda arzon optim sotilgan ekanini topib oldik. Buni ham joydamiz hozir indeksda. Xudo xolasa ko'rayotgan bo'lsanglar barcha avtomobillardan nalichada bor. Bu yerda eng arzon avtomobillarni ham zo'r narxlarda topishingiz mumkin bo'ladi va qimmatlari ham albatta bor, lekin qimmatlarni ham sizlar uchun arzon narxda qilib beramiz. Misol uchun zikrlarda ham va shu zo'r narxlarda e'lon qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu ko'rinishi Mini Cooperga o'xshab ketadi. Elektromobilimizni ham sizlar arzon narxda xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu mashinani nech pul deb o'ylaysizlar? Hozir bir qator mashinalarda ko'rsatib o'tamiz. Faqat bu yerda bitta voyag'imiz biroz qimmatroq, lekin oq rangini olaman desanglar, cho'tki narxlarda qilib beramiz. Xo'p, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, barcha avtomobillarimiz bor. Kimda qanaqa fikrlar bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'ringan raqam qo'ng'iroq qilsalar bo'ladi. Depallarimiz, robokarlar bor. BYD Hyundai yangisi yurgani hammasidan nalichada sotuvda bor. Airfoxlar ham bor. Bu mashinamiz narxi juda ham dahshat narx. 10,000 kilometr masofani bosib o'tgan atiga, lekin narxi o'ta shikaland. Bu Yuan Up. Bu yerda Han bor. Birinchi bo'lib Handan boshlaymiz. 2024-yil 701 kilometr masofani bosib o'tadi. Lidallari bor. Mashina 4400 kilometr masofani bosib o'tgan. Hech qayerda defekt yo'q, ayb yo'q, batareya ko'mkuslari ham tekshirilgan. Hech qayerda kraskalari ham yo'q. Mashinamiz hozirgi kunda sotuvda tayyor. Mashinamiz narxi 34,500 dollarga. Agar nasiya savdoga ham olamiz degan bo'lsangiz, nasiya savdoga ushbu avtomobilimizni qilib beramiz. 25,000 pul bersalar oyiga 1000 dollardan, ya'ni 37,000 dollarga mashinamizni nasiya savdoga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Naqdga oladigan bo'lsa 34,5 ming. 3000 dollar bir yilda qo'shilyapti. 3000 dollar emas, 34,5 bo'lsa 2,5 ming dollar qo'shilyapti bir yilga. Bemalol maza qilib olmaysizlar bular. 24-yil 4400 yurgan, kraskalari soppa-sog' mashinamiz BYD Han. Xo'p, bu yerdagina keyin ko'rsatib o'tamiz narxini. Bitta 16,000 dollar atrofida adashmasam mana shu mashina yana bir qator narxlarni so'rab beramiz. Mashinamiz vashi qichvagan, haqiqatan menga juda ham yoqdi. Bu yerda karbon detallariga baho beramiz. Va afsuski original karbon emas. Oy, orqasidan qarang, GT, Porsche. Mini Cooperga o'xshab ketadi. Porsche deyapmiz do'stlar. Ichki salonlari. Bu mashinamiz 5 kishilik, mana tonirovkalar uchun kurgoy tonirovka ruxsatnomasi ham bor. Mashinamiz biroz probegli bo'lsa kerak. Lamchilarni qaranglar. Bunday qarasanglar boshqacha lamchiga o'xshab ketyapti. Bunday qarasanglar boshqacha. Xullas mashinamiz nomini kommentariyada yozib ketsa, qanaqadir nomli GT avtomobil ekan. Donfeng 08, oq oranjivisi ham bor, oq qorasi ham bor, qora oranjivisi ham bor. Lekin afsuski mashinamiz qorasi hozirgi kunda sotuvda tugab qoldi. Do'stlar 29,5 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Albatta 29,5 to'xtab qolmaymiz. Suskasi zaryadni polik orqa tomon tonirovkalarini qilib beramiz. Agar 29,5 olsanglar bitta paraga ham qo'shib beramiz, faqat elektronik bo'lmaydi. Voyag'imiz hozirgi kunda eng trendda bo'layotgan oq rang 37,5, mokriga qora rangi biroz qimmat 38,000 dollar, ya'ni 37,900 dollarga xarid qilsanglar bo'ladi. Bu Apple Watch ruskasi polni hamma narsasi bilan qilib beramiz. Polni privet nemalari bor. Mashinani ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Apple Watch 318 modeli hisoblanadi. Mashinamiz afsuski ichlarini ochib ko'rsataman, chunki mashinamiz hozirgi kunda juda ham ko'p. Mana ko'rinishlarini ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta mashinamizga bir yil kafolat beriladi. Oqqa usti oq, ichi qorasini olaman desanglar 37,5 mingga ruskasi zaryadni polik hamma narsasi bilan qilib beramiz. Ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilsalar bo'ladi. Bu yerda Aito M9 so'ragan akalarimizga bu biroz arzonroq versiyasi. Bu avtomobilimiz narxini opsiyaga yozib qo'yamiz yoki video davomida qo'yib qo'ysak bo'ladi. To'g'risi bu mashinaning aniq narxini bilmayman. Hozir imkon qadar so'rab bilmaganlarimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, do'stlar, bu yerda Zikr 001 avtomobilimiz 52 ming reklama qilgandik. Hozirgi kunda ushbu avtomobilimizni boshqa akamizdan topdik va narxini gaplashib
sizlar uchun 51.700 dollar qo'ydi do'stlar. Mana bosiladigan narxi 51.700 ga xarid qilsalar bo'ladi. Mana shu mashinamiz shikolant narxi bo'lib qoldi. Zaratnik, polik, orqa tomon tonirovka, hamma narsasi bilan bor. Bu garantiyasiz 5 o'rinli 29.000 dollarga xarid qilsalar bo'ladi. Bunda faqat tonirovkasi bo'ladi, orqa tomonga zaratniki bo'ladi. 29.000 ga xarid qilsalar bo'ladi. Xo'p, bu yerda keyingi avtomobillarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bular haqida keyin to'xtalib o'tamiz. Hozir navbatda Depallarimiz kelgan. Depal 215 Max AD Pro'si 19 diskali 27.000 dollarga oqqa oranjiy qolmadi. Hozirgi kunda mokriga oranjiyimiz bor. Mokriga qora rangimiz bor. 27.000 dollardan xarid qilsalar bo'ladi. Depal S07 maza qilib xarid qilib olsalar bo'ladi. Mashinamizga bir garantiya rusifikatsiyalari ichida beriladi. Bu yerda Nammi degan avtomobil ko'rgan edik. Afsuski avtomobilimiz bugun sotilib ketdi. Xo'p, endi boshqa avtomobillar ko'rsatamiz. Robocar bu avtomobilimiz fulli bor bizda. Hozirgi kunda full narxini 31.000 dollar deyapmiz. Ikkita motor bo'ladi. Rollarda hamma narsalari bor. Multimedia o'yin o'ynab ketsagan bo'ladi. Xullas, Robocar'da eng full variantini ikkita motorligini sizlar 31.000 dollarga xarid qilsalar bo'ladi. Bunisini narxini so'raymiz. Sherikdan biroz yordam so'ragan holatda, chunki bu avtosalondagi narxlar haqida men hali to'liq ma'lumot bilmayman. Bizga yordam beradi. Bu yerda Xorazmlik akamiz bor. Xorazmlik aka, ismingiz bilmayman, ismingizmi? Ismingizmi? Husan akamiz keldi. Va Husan aka, bu mashinamiz narxi necha pul aka? Bitta ko'rib bera olasizmi? Neo 10.000 kilometr masofani bosib o'tgan ushbu avtomobilimiz narxi necha pul aka? Bitta ko'rsatib oling mana shu mashinani. Tomoda shoxlari, lidallari plus Neo 85T degan model ekan. To'g'risi bu mashinamiz ham juda zo'r narxda chiqdi. Arfox avtomobillar bor ekan, Clola deganlari. Buni taxminan 40 ming atrofida chiqarmi ekan narxi? 40 ming atrofida ekan, 10 ming yurgan. Vaysi, chotki mashina. Defektlari yo'q, kraskalari yo'q, hamma tekshirilgan. Batareya ko'nkislari unaqa dahshat narxda tushib ketmagan. Michelin ballonlarda xudo xolasa bu mashinamiz sotuvda tayyor turibdi. Ichki salonlarini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. To'g'risi mashinani ochib o'tirmadik. Agar keladigan bo'lsanglar, ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Ichlarini ochib tekshirib qilib beramiz. Maloshning saloni ekan, va shu tiniq turibdi ichlari. Voh, mashina yomon zo'rda. Va shu mashinalar yoqadi. Neo hadvoy jihatdan eng yumshoq avtomobillar. Agar eslarsa Neo 89 ali politsiyaskilardan ustiga stakanlar terib olib buzdillab o'tgan avtomobillardan biri hisoblanadi. Xo'p, bu yerda yana qaysi avtomobillar ko'rsatishimiz kerak? Ha, Li qolib ketdi. Li 6 Maximiz bor. Mokriga kofesi. Unisi narxi hozir beramiz. Bu narxi necha pul ekan aka? 39 ming aka. 39 ming ekan. Do'stlar, 40 ming ham emas. Shu mashinamiz narxi 39 mingga xarid qilsalar bo'ladi. Arfoxlar necha pullar? Arfoxlarimiz xudo xolasa bunisi elektromobil, to'liq zaryad bilan 500 km masofani bosib o'tib ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimiz oq hamda havorang rangi bor. Buni avtomobilda asosan ayol kishilarga olib bersalar maza qilib yuradi. 23 ming dollarga 500 km masofani bosib o'tadi. Bunisida 360 kamerasi bor ekan aka. Bunisida yo'q ekan. Narxi rang saqlanmi ekosiniki? Yo'q, bunisi 360 kamerasi yo'q ekan. Narxi kelishib beriladi. Bunisini ham narxini kelishadigan joyi bor deb aytadi. 360 kamerasi bor ekan, ko'rayotgan bo'lsanglar oldisida. Qani bakolar tagida ham bunisi kamerasi bor ekan. Negadir ichlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bir qator yo'q. Shart emas aka, shunday o'tib ketaveramiz. Ancha keng mashina. Orqa ko'rinishlari ham bitta ayol kishilar minadigan mashinamiz. Yandexda qaysi faiz nimaga o'tadi aka bular? Yandexda nimaga bu aka Yandexda bo'lgan sabab. Namazdagi o'sha o'chilar.
Ha, bu Damas'ga o'xshab ochiladi. И oila uchun ham zo'r. Oila holati uchun bolalar olib berish uchun bog'chaga, maktabga olib borish uchun oila uchun zo'r. Damas'ga o'xshab ochilar ekan, ichi ancha keng ekan lekin. Zo'r. Bunisida bitta oldida kamerasi bor ekan desam 360 kamerasi yo'q ekan. Bunisining narxi arzonroq do'stlar. Bunisini opsiyada qoldiramiz. Bunisining narxi qimmatroq bo'ladi, chunki buni 360 kamera, bunda qo'shimcha jihozlar bor ekan. Bunisida yo'q ekan. Bu yerda halimiz nechta bo'lyapti aka? Bu qaysi versiyasi? Bu menimcha 2025-yil 635 km masofani bosib o'tadi bez liderligisi. Xudo xolasa bu mashinamiz ham bez probek yangi diskalar yuruvchi diskada hisoblanadi. Mashinamiz haqiqatan 25-yil, yonboshda kameralari bor. Ichlarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Mashinamiz xudo xolasa bu BYD xonamiz narxini esa hozir narxini aytamiz. Bu avtomobil narxini opsiyani yozdirib qo'yamiz. Imkon qadar hamma mashinamizni ko'rsatganimizda narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana mashinamiz depalarimiz bor, lilar bor va shu cho'tkinlar. Xudo xolasa imkon qadar video qilishga harakat qildik. Bu yangi avtosalonni narxlarini men to'liq bilmaganim uchun biroz orada pauzalar bo'lib qoldi. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa keyingi videolarda bundan arzonda narxlar ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizni uzoqlashmay kanalga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, obuna bo'lmayotgan obunachilarimiz ko'p.